Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 10 avgustdan pensionerlarning pensiyasi bloklanadimi? Kimlarning puli to'xtatiladi? Pensiya jamg'armasi aytgan 6 ta sabab nimadan iborat? Bu ma'lumot har bir pensioner bor har bir oilaga, ota-onasining pensiyasini kartadan olib beradigan farzandlarga, chet elga vaqtincha ketgan keksalarga va hujjatlarda o'zgarish bo'lgan fuqarolarga bevosita tegishli. Eng avvalo bitta narsani aniq aytib qo'yaman. Hammaning pensiyasi birdaniga bloklanadi degan gap noto'g'ri. Lekin ayrim holatlarda pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi yoki bank kartasiga pul tushishi kechikishi mumkin. Muammo shundaki, ko'pchilik bunga tayyor bo'lmaydi. Keyin nega pulim tushmadi? Kartam blok bo'ldimi? Pensiyamni olib qo'yishdimi? deb sarson bo'ladi. Shuning uchun men bugun buni oddiy tilda birma-bir misollar bilan tushuntirib beraman. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik xato, masalan, pasport ma'lumotini yangilamaslik, bank kartani almashtirganda xabar bermaslik yoki tiriklik holatini tasdiqlamaslik pensiya to'lovining to'xtashiga sabab bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday muhim ijtimoiy masalalarni xalq tushunadigan tilda muntazam tushuntirib boraman. Avvallari ko'p pensionerlar pensiyani an'anaviy tartibda olardi. Kimdir pochtachi orqali uyga oldirardi, kimdir bankdan naqd olardi, kimdir plastik karta orqali olardi. Hujjatlar ham ko'pincha joylardagi bo'limlar orqali tekshirilardi. Agar odam o'sha hududda yashab turgan bo'lsa, mahalla, pochta, bank, pensiya bo'limi orqali uning holati ma'lum bo'lib turardi. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirildi. Pensiya to'lovlari ko'pincha bank kartalariga tushadi. Fuqaroning pasport ma'lumoti, yashash joyi, bank hisob raqami, qolgan nogironlik holati, ishlayotgan yoki ishlamayotgani, vafot etgani haqidagi ma'lumotlar turli davlat bazalaridan avtomatik tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni ham bor. Inson ortiqcha qog'oz ko'tarib yurmaydi. Ko'p jarayonlar tezlashadi. Lekin xavfli tomoni shuki, bazadagi bitta nomuvofiqlik ham to'lovni vaqtincha ushlab turishi mumkin. 1 avgust degan sana atrofida tarqalayotgan gaplarning asosiy mazmuni shundan iborat. Ayrim pensionerlar bo'yicha ma'lumotlar qayta tekshiriladi. To'lov uchun asoslar solishtiriladi. Muammo aniqlansa, pensiya avtomatik tarzda to'xtatilishi yoki aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Yana takrorlayman, bu hamma pensionerga tegishli xavf degani emas. Bu asosan hujjatida, bank kartasida, yashash holatida yoki qonuniy asosida muammo bo'lgan fuqarolarga tegishli. Endi pensiya jamg'armasi odatda qaysi holatlarda pensiya to'lovini to'xtatishi mumkinligini 6 ta asosiy sabab bo'yicha tushuntiraman. Eng birinchi va eng jiddiy sabab bu pensioner vafot etgan bo'lsa, pensiya to'lovi davom etmasligi kerak. Bu qonuniy talab. Chunki pensiya aniq bir shaxsga tayinlanadi. U shaxsning hayotligi asosida to'lanadi. Agar fuqaro vafot etsa, keyingi oylar uchun pensiya olish mumkin emas. Lekin amaliyotda murakkab holatlar bo'ladi. Masalan, bir buva iyul kuni vafot etdi. Lekin uning kartasiga avgust oyida ham pul tushdi. Farzandlari baribir kartada pul bor ekan deb yechib olsa, keyin davlat bu mablag'ni ortiqcha to'langan pul sifatida qaytarishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun men har doim ogohlantiraman. Agar pensioner vafot etsa, yaqinlari bu haqda tegishli idoralarga xabar berishi, bank kartasidagi mablag' masalasini qonuniy tartibda hal qilishi kerak. Boshqa holat, pensioner tirik, lekin tizimda uning tirikligi tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa chet elda yashayotgan yoki uzoq muddat chet elda davolanayotgan pensionerlarga tegishli. Ba'zi mamlakatlarda yashab turgan pensionerlar ma'lum muddatda managan mazmundagi hujjatni, ya'ni tiriklik guvohnomasini taqdim qilishi kerak bo'ladi. Agar bu hujjat vaqtida berilmasa, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtashi mumkin. Masalan, Toshkent viloyatida ro'yxatda turgan 72 yoshli opa qizining oldiga Turkiyaga 5 oyga ketdi. Pensiyasi O'zbekistondagi kartasiga tushib turdi. Lekin tizim ma'lum muddatdan keyin fuqaroning mamlakatda yo'qligini ko'radi va ayrim holatlarda qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. Agar opa konsullik orqali yoki belgilangan tartibda tiriklik holatini tasdiqlamasa, to'lov to'xtab qolishi ehtimoli bor. Kim xavotir olishi kerak? Uzoq vaqt chet elda yurganlar, pensiyani farzandi orqali oldirayotganlar, yotoq holatida bo'lib idoralarga bormaganlar, hujjatlar yangilanmaganlar. Kim xavotir olmasligi kerak? O'z yashash joyida bo'lgan, kartasi ishlayotgan, pasporti amalda ma'lumotlari to'g'ri bo'lgan odatiy pensionerlar. Bugun ko'pchilik pensiyani bank kartasi orqali oladi.
pensiya jamg'armasi pulni bankka o'tkazadi, bank esa pensionerning kartasiga tushiradi. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, karta yopilgan bo'lsa, hisob raqam noto'g'ri bo'lsa yoki bankda identifikatsiya masalasi hal bo'lmagan bo'lsa, odam pensiyam bloklandi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo pensiyaning o'zida emas, bank hisobida bo'lishi mumkin. Masalan, 18 yoshli amakining kartasi iyul oyida amal qilish muddatini tugatdi. U yangi karta oldi, lekin pensiya bo'limiga yoki bankka yangi karta rekvizitlari to'liq bog'lanmagan bo'lishi mumkin. Avgustda pul eski karta hisobiga ketadi yoki qaytib tushadi. Natijada pensioner bankomatga boradi, pul yo'q. U darrov pensiyani berishmadi deydi. Aslida muammo kartani yangilash jarayonida. Yana bir misol. Pensioner bank kartasini yo'qotdi, bankka borib bloklatdi, yangi karta chiqardi. Lekin eski hisob va yangi karta o'rtasida texnik bog'lanish to'g'ri bajarilmasa, to'lov kechikadi. Ba'zan bank xodimi pensiya jamg'armasiga boring deydi. Pensiya bo'limi bankka boring deydi. Shunda fuqaro o'rtada sarson bo'ladi. Bunday paytda eng to'g'ri yo'l bankdan hisob raqam holati bo'yicha ma'lumot olish. Keyin pensiya jamg'armasining tuman bo'limida to'lov qaysi hisobga ketganini aniqlashtirish. Bu yerda yana bir nozik masala bor. Ba'zi farzandlar ota-onasining kartasini o'zida saqlaydi. Parolni biladi, pulni yechib beradi. Qonuniy tomondan pensioner o'z pulini o'zi tasarruf qiladi. Agar pensionerning o'zi rozi bo'lsa, yordam berish mumkin. Lekin karta begona qo'lda yursa, bank xavfsizlik tizimi shubhali operatsiyalarni ko'rsa, karta vaqtincha bloklanishi mumkin. Ayniqsa bir kunda katta summa yechilsa, boshqa viloyatda ishlatilsa yoki telefon raqami almashtirilsa, bank tekshiruv qilishi ehtimoli bor. Pensionerning shaxsini tasdiqlovchi hujjati eng asosiy ma'lumotlardan biridir. Agar pasport muddati tugagan, ID karta olingan, familiya o'zgargan, tug'ilgan sana yoki shaxsiy identifikatsiya raqamida nomuvofiqlik bo'lsa, tizimda xatolik chiqishi mumkin. Masalan, 60 yoshga to'lgan ayol pensiyaga chiqdi. Keyin turmush o'rtog'ining familiyasiga o'tdi yoki aksincha eski familiyasini tikladi. Bankdagi ma'lumot boshqa, pensiya bazasidagi ma'lumot boshqa. Fuqarolik bazasidagi ma'lumot yana boshqa bo'lib qolsa, avtomatik to'lovda muammo paydo bo'ladi. Tizim buni shaxsni aniqlashda nomuvofiqlik sifatida ko'rishi mumkin yoki oddiyroq holat. Eski biometrik pasport o'rniga ID karta olindi. Lekin pensioner hech qayerga xabar bermadi. Ko'p hollarda ma'lumot avtomatik yangilanadi, lekin har doim ham darhol emas. Ayniqsa bankda eski pasport seriyasi turib qolgan bo'lsa. Bank mijoz ma'lumotini yangilang deb kartadagi ayrim xizmatlarni cheklashi mumkin. Pensioner esa buni pensiya bloklandi deb tushunadi. Men tavsiya qilaman, agar siz oxirgi 1 yil ichida ID karta olgan bo'lsangiz, pasport almashtirgan bo'lsangiz, familiya, ism, otasining ismi bo'yicha o'zgarish bo'lgan bo'lsa, albatta bankka boring va ma'lumotlaringiz yangilangan tekshirtiring. Shuningdek, pensiya jamg'armasining tuman bo'limida ham shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri turganini aniqlang. Bunga 20 daqiqa ketadi, lekin keyin bir oy pensiyasi qolish xavfining oldi olinadi. Hamma pensiya bir xil emas. Yoshga doir pensiya bor. Nogironlik pensiyasi bor. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bor. Imtiyozli pensiyalar bor. Ayrim pensiya turlarida fuqaroning ishlashi, o'qishi, mehnatga layoqatli bo'lishi yoki boshqa daromad olishi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensioner ishlasa, odatda pensiyaning o'zi butunlay yo'qolib ketmaydi. Lekin ayrim ustamalar kompensatsiyalar yoki aniq imtiyozlar shartiga qarab o'zgarishi mumkin. Boshqa tomondan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand 18 yoshdan oshib, kunduzgi ta'limda o'qimasa, uning pensiyaga huquqi to'xtashi mumkin. Agar u talaba bo'lsa, ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtab qoladi. Yana bir misol, nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaro tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan sanani o'tkazib yubordi. Nogironlik guruhi muddati tugadi, yangi xulosa tizimga kiritilmadi. Natijada pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatiladi. Bu davlat pul bermay qo'ydi degani emas, balki huquqni tasdiqlovchi hujjat muddati tugagan degani. Fuqaro qayta tibbiy ko'rikdan o'tib, nogironlik guruhi uzaytirilsa, to'lov qayta tiklanishi mumkin. Bu yerda eng ko'p uchraydigan xato, odamlar oldin berib kelayotgan edi-ku deb yuraveradi. Lekin qonunda muddatli asoslar bor. Masalan, nogironlik xulosasi 1 yilga berilgan bo'lsa, 1 yil tugaganda tizim avtomatik ravishda yangi hujjat kutadi. Agar yangi hujjat bo'lmasa, to'lovni davom ettirishga asos bo'lmaydi. Pensiya hisoblashda ish staji, ish haqi imtiyozli davrlar, harbiy xizmat, bola parvarishi davri
zararli mehnat sharoiti kabi ko'p omillar hisobga olinadi. Agar keyinchalik hujjatlarda xato aniqlansa yoki noto'g'ri ma'lumot berilgani ma'lum bo'lsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ba'zi holatlarda ortiqcha to'langan summa ushlab qo'linadi. Misol keltiraman. Bir fuqaro pensiyaga chiqayotganda 30 yil ish staji bor deb hujjat topshirdi. Keyin tekshiruvda 30 yil staj hujjati noto'g'ri rasmiylashtirilgani yoki bazada tasdiqlanmagani aniqlandi. Shunda pensiya miqdori kamayishi mumkin. Agar oldingi oylarda yuqoriroq pensiya to'langan bo'lsa, farq summasi kelgusi pensiyalardan bosqichma-bosqich ushlab qolinishi ehtimoli bor. Yana bir holat, odam bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olmoqda, lekin keyinchalik huquq tugagan bo'lsa ham ma'lumot berilmagan. Masalan, bola o'qishni tashlab ketgan, lekin hali ham talaba sifatida pensiya olib turgan. Keyin bu aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinadi. Bu masalada pensionerlar qo'rqib ketmasligi kerak, lekin hushyor bo'lish kerak. Agar sizga ortiqcha to'lov bor deyishsa, darrov rozi bo'lib imzo qo'ymang. Avval hisob-kitobni yozma ko'rinishda so'rang. Qaysi oylar uchun qaysi asos bilan qaysi hujjatga ko'ra ortiqcha to'lov deyilyapti, buni bilishga haqqingiz bor. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish mumkin. 6-sabab yashash joyi o'zgargani, ro'yxatdan chiqish, chet elga ketish yoki ma'lumotlar mos kelmasligi pensiya to'lashda fuqaroning yashash joyi ham ahamiyatli. Ayniqsa bir tuman yoki viloyatdan boshqasiga ko'chib o'tganda pensiya ishi ko'chirilishi kerak bo'ladi. Agar odam ro'yxatdan chiqqan, lekin yangi joyda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner Samarqanddan Toshkentga farzandining yo'niga ko'chib keldi. Eski joydagi ro'yxatdan chiqdi, lekin Toshkentda doimiy yoki vaqtincha ro'yxat masalasini hal qilmadi. Pensiya ishi qayerda yuritilishi noaniq bo'lib qoladi. Natijada to'lov kechikadi. Yoki pensioner qishloqda ro'yxatda, o'zi esa yillar davomida shaharda yashaydi. Bank kartasi ishlayotgan bo'lsa, muammo sezilmaydi. Lekin tekshiruv yoki hujjat yangilash paytida nomuvofiqlik chiqadi. Chet elga ketgan pensionerlar bo'yicha ham alohida ehtiyot bo'lish kerak. Agar pensioner doimiy yashash uchun boshqa davlatga ketgan bo'lsa, pensiya to'lash tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Vaqtincha ketgan bo'lsa ham, ayrim muddatlardan keyin tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Men kartamni o'g'limga tashlab ketdim. O'zi yechib turadi degan usul xavfli. Chunki karta egasi O'zbekistonda emas, operatsiyalar esa davom etyapti. Bu bank xavfsizligi va davlat bazalarida savol tug'dirishi mumkin. Birinchidan, kartasining muddati tugagan yoki yaqinda yangi karta olgan pensionerlar, siz bankdan pensiya tushadigan hisob raqamim faolmi deb so'rashingiz kerak. Faqat kartaning plastligi emas, aynan hisob raqami faol bo'lishi muhim. Ikkinchidan, ID karta yoki pasportini almashtirganlar, bankdagi va pensiya bo'limidagi ma'lumotlaringiz yangilanganini tekshirtiring. Eski pasport seriyasi bilan yangi ID karta ma'lumoti mos kelmay qolsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Uchinchidan, chet elda yurgan yoki yaqin orada uzoq muddatga ketmoqchi bo'lgan pensionerlar, konsullik, pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali qanday tartibda tiriklik tasdiqlanishini oldindan biling. To'rtinchidan, nogironlik pensiyasi oluvchilar, nogironlik guruhi muddati qachon tugashini tekshiring. Tibbiy ko'rikka kech qolmang. Bir kunlik kechikish ham ba'zan bir oylik to'lovga ta'sir qiladi. 5-dan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan o'quvchi va talabalar. Kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsangiz, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. O'qishdan chetlatilgan, akademik ta'til olgan yoki sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsangiz, bu pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. 6-dan, yaqinda ko'chib o'tgan, ro'yxatini o'zgartirgan pensionerlar. Pensiya ishingiz yangi joyga o'tganmi? To'lov manzili va bank ma'lumoti to'g'rimi? Buni albatta aniqlang. Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, har oy pensiyangiz tushayotgan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, chet elda uzoq muddat yurmagan bo'lsangiz, nogironlik yoki boshqa muddatli hujjatingiz tugamagan bo'lsa, unda siz vahimaga tushmang. 1 avgustda hammaning pensiyasi bloklanadi degan gaplarga ishonib asabiylashish shart emas, lekin baribir men bitta oddiy tekshiruvni tavsiya qilaman. Bank kartangiz amal qilish muddatiga qarang. Telefon raqamingiz bankka ulanganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Pasport ma'lumotlaringiz yangi kartangizga mosmi? Shu kichik tekshiruvlar sizni ko'p muammodan asraydi. Ba'zi holatlarda pensiya bloklandi deb ko'rinadi, aslida esa pul kechikkan bo'ladi. Masalan,
Bayram kunlari bank tizimidagi texnik ishlar, to'lov reyestrining kechikishi, banklararo o'tkazmalardagi uzilishlar sabab pensiya odatdagi kundan 2 kun kech tushishi mumkin. Bunday paytda darhol xulosa chiqarmang. Avval bank ilovasidan yoki bankomatdan tekshiring, keyin bank qo'l markaziga murojaat qiling. Yana bir nozik jihat, karta blok bo'lsa ham pensiya huquqi saqlanib qolishi mumkin. Ya'ni pensioner pensiyadan mahrum bo'lmaydi. Faqat pulni olish kanali vaqtincha ishlamaydi. Buni tushunish juda muhim. Agar bank kartangiz bloklansa, bankdan sababini yozma yoki aniq tushuntirish bilan so'rang. Xavfsizlik sababli hujjat yangilang. Shubhali operatsiya kabi sabablar bo'lishi mumkin. Ba'zan esa aksincha bank kartasi ishlaydi. Lekin pensiya to'lovi pensiya jamg'armasi tomonidan to'xtatilgan bo'ladi. Bu holatda bank yordam bera olmaydi. Chunki bank faqat kelgan pulni beradi. To'lov kelmagan bo'lsa, sababni tuman pensiya jamg'armasi bo'limidan aniqlash kerak. Yana bir muhim nuqta. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, farzandi yoki qarindoshi uning nomidan ish yuritmoqchi bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Og'zaki men onamning o'g'liman degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa bankda pul masalasi, hujjat yangilash, karta olish, ariza berish bo'lsa, qonuniy vakillik talab qilinadi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Buni yozib oling yoki videoni yaqinlaringizga yuboring. Birinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? PIN kod ishlayaptimi? Karta blok emasmi? Telefon raqam o'zgarmaganmi? Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka pasport yoki ID karta bilan boring, yangi karta oling. Bankdan pensiya tushadigan hisob raqam o'zgarmaganini so'rang. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta, pasport, yashash joy ro'yxati, familiya va ism ma'lumotlari hamma joyda bir xil bo'lishi kerak. Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, bankka borib ma'lumotni yangilang. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga ham murojaat qiling. Uchinchi qadam, pensiya turiga qarab asosiy hujjatlarni tayyorlang. Yoshga doir pensiya olsangiz, odatda shaxsiy hujjat va bank ma'lumoti muhim. Nogironlik pensiyasi olsangiz, tibbiy xulosa muddati muhim. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olsangiz, o'qish ma'lumotnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, oilaviy holatga oid hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi qadam, agar chet elda bo'lsangiz, konsullik bilan bog'laning. Tiriklikni tasdiqlash tartibi, hujjatni O'zbekistonga yuborish yo'li elektron yoki qog'oz shaklida qabul qilinadimi? Shuni aniqlang. Farzandingizga kartani berib qo'yib, o'zi olib turadi deb beparvo bo'lmang. 5-qadam, agar pensiya tushmasa, tartib bilan harakat qiling. Avval bankni tekshiring. Pul kelganmi, karta blokmi, hisob faolmi? Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki murojaat qiling. To'lov reyestrida ismingiz bormi? To'lov to'xtatilgan bo'lsa, sababi nima? Agar sabab aytilsa, uni yozma shaklda so'rashga harakat qiling. 6-qadam, ariza yozishni biling. Arizada men falonchi, pasport yoki ID karta raqami falon. Pensiya to'lovim falon oydan buyon tushmayotgani sababini aniqlab berishingizni va to'lovni tiklash bo'yicha qonuniy choralar ko'rishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga pasport nusxasi, bank karta rekvizitlari, kerakli ma'lumotnoma, tibbiy xulosa yoki o'qish joyidan ma'lumotnomani ilova qiling. 7-qadam, har bir topshirgan hujjatingizdan nusxa saqlang. Ariza topshirsangiz, kirim raqami oling. Bankdan ma'lumot olsangiz, iloji bo'lsa, yozma tasdiq oling. Chunki keyin siz hujjat topshirmagansiz deyilsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. 8-qadam, agar sizga ortiqcha to'lov bor deyishsa, hisob-kitobni talab qiling. Qaysi davr uchun qancha summa, nima sababdan? Qaysi qonuniy asos bilan? Bularni bilmasdan turib, hech qanday majburiyatga shoshilib imzo qo'ymang. Tushunmasangiz, huquqshunosdan, mahalladagi mas'ul xodimdan yoki tajribali mutaxassisdan maslahat oling. Tasavvur qiling. 7000 yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasining muddati dinlakis 24 deb yozilgan. U buni avgust oxirigacha ishlaydi deb o'ylaydi. Lekin bank tizimida karta ma'lum sanadan keyin operatsiyani cheklashi mumkin. Pensiya tushadi, lekin otaxon yecha olmaydi. U vahimaga tushadi. To'g'ri yo'l, bankka boradi, yangi karta oladi, hisobni faollashtiradi, pulini oladi. Yana bir misol, 13 yoshli opa nogironlik pensiyasi oladi, har oy 900.000 so'm. Uning nogironlik guruhi muddati 10 avgustda tugaydi. U tibbiy ko'rikka 25 avgustda boradi. Shu orada avgust to'lovi kechikishi yoki sentyabr uchun reyestrga kirmasligi mumkin. Keyin yangi xulosa kiritilgach, to'lov tiklanadi.
Demak, muammo oldindan harakat qilinmagani uchun yuzaga kelgan. Yana bir vaziyat, talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U 19 yoshda kunduzgi bo'limda o'qiydi. Har o'quv yilida o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar sentabrda ma'lumotnoma bermasa pensiya to'xtaydi. Oila esa buni bloklashdi deb o'ylaydi. Aslida davlat sen hali ham kunduzgi talabangmisan degan tasdiqni kutyapti. Yana bir misol, pensioner Rossiyaga tekinsiz oyga farzandining yo'niga ketdi. Kartasi O'zbekistonda kelinida qoldi. Har oy pul yechib turildi. Keyin tizimda chet elda uzoq muddat bo'lgani ko'rinib, qo'shimcha tekshiruv chiqdi. Agar pensioner oldindan tiriklik tasdig'i va huquqiy tartibni hal qilganida muammo bo'lmasdi. Hurmatli tomoshabinlar, Urduch avgustdan hammaning pensiyasi bloklanadi degan vahimali gapga ishonib ketmang. Lekin pensiya jamg'armasi to'lovni to'xtatishi mumkin bo'lgan sabablar bor. Vafot etish yoki tiriklik tasdiqlanmasligi, bank kartasi muammosi, pasport ma'lumotlari mos kelmasligi, pensiya turiga ta'sir qiladigan ish yoki o'qish holati, ortiqcha to'lov yoki hujjat xatosi, yashash joyi va chet elga ketish bilan bog'liq nomuvofiqliklar. Men sizga eng muhim maslahatni beraman. Pensiya tushmay qolishini kutmang, oldindan tekshiring. Karta, pasport, ro'yxat, tibbiy xulosa, o'qish ma'lumotnomasi, chet eldagi holat hammasini tartibga keltiring. Agar muammo chiqsa, vahima qilmang. Avval bankdan, keyin pensiya jamg'armasidan sababini aniqlang. Ariza yozing. Hujjatlarni topshiring va har bir murojaatingizdan dalil saqlang. Agar sizda yoki yaqinlaringizda pensiya kechgan ekan, karta bloklangan yoki hujjat sabab to'lov to'xtagan holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta ota-onangizga, buvalaringizga, pensioner qarindoshlaringizga yuboring. Bu bir odamning bir oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.